Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Ipak yo'li MFyi 2665-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda jambal ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 500 metr, bo'yi 200 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 120 kunni tashkil etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 30 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,33 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Odiljon saxovatli yerlari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3 tonna, jami 30 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.